Men bugun mana shu rangli uzumlar haqida gapirmoqchiman. Mana shu rangli uzumlar hozir rosa pishgan. Hamma iste'mol qilyapti. Bilasizlarmi, mana shu uzumlarda resveratrol bor. Resveratrol bu polifenol, antioksidant. Bu resveratrol anti-aging programmaga kiritilgan moddalardan eng muhim moddalardan bittasi. Nima vazifani bajaradi? Birinchidan, rak kasalliklari bilan kurashadi, onkologik kasalliklarni bartaraf qiladi. Qon tomir kasalliklari bilan kurashadi, qon tomir kasalliklaridan qon bosimini tushiradi va qonni oquvchanligini, suyulishini ta'minlaydi. Neyroprotektor vazifasini bajaradi. Demak, miya faoliyatini yaxshilaydi, keksalik chekinadi. Ha, eng muhim vazifasi dog'larni ketkazadi. Terida, badanda, yuzingizda paydo bo'ladigan dog'larni oldini oladi. Bu uzum rangli hamma moddalarda resveratrol bor. Resveratrol, bilasizlarmi? Avvalgi odamlar albatta nonushtasida mana shu rangli uzumlarni quritilganini, mayizni ko'p iste'mol qilishgan va yillar davomida ertalabdan magiz yeyishgan, yoz kunlarida albatta mana shu rangli uzumlarni iste'mol qilishgan. Men sizlarga mana shu uzumni hozirgi kunda ko'proq iste'mol qilishingizni tavsiya qilaman.